Pomidordan tez tayyor bo'ladigan salat tayyorlaymiz. Pomidorlarni ustidan mana shunaqa kesib olamiz. Endi ustidan qaynagan suv solamiz. Endi 15 minut suvda turadi. Qaynagan suv to'kib tashab, muzdek suv solib oldik. Mana endi oson ajraladi. Bir litr tomatli sok quyib yuboramiz. Bir qoshiq 70% uksus. Endi aralashtiramiz. 2 soat sovuqlikka qo'yamiz, tayyor bo'ladi salatimiz. O'rtoqlar, salatimiz tayyor bo'ldi mana. Endi mazasini bitta ko'ramiz. Buni qaraydi. Mashalloh deb ko'ramiz endi. Bismillah. Suvlarichi. Non bilanchi yomon ketadi. Qarang. Suvlariga shundoq o'tirib, ha? Shedevr.